Salom odamlar. Bugun biz sizlar bilan juda ham ajoyib kontent qilamiz. Ya'ni Cruyff menejerini olib statistikalarni ko'ramiz, sinab ko'ramiz va undan tashqari Messi va Neymar paklarini ham ochib, ichidagi o'yinchilarni kuchaytirib, ularni ham ko'ramiz. Hammasini qilib bo'lganimizdan so'ng biz sizlar bilan Luis Suarezga pack opening qilamiz do'stlar. 9300 coinsli pack openingni ham mana shu videoda qilib o'tkazamiz. Demak, birinchi bo'lib mana bu yerda Cruyff va mana bu ikkita pakni olamiz. Messi va Neymar paklarini olishimiz kerak bo'ladi. Akkauntimiz egasiga kerak ekan. Va Johan Cruyffni ham olamiz. Cruyffni olib bo'lgandan keyin menejer game planga o'tganimizda uni statistikalari va o'sha kuchli tomonlari haqida gapirib o'taman. Xo'p, paklardan bizga Messi kerak bo'ladi. Messi pakni ham ko'rib olamiz bir. Mana birinchida Messi 19 yoshli kartasi, bu o'sha gullab yashnayotgan paytdagi kartasi hisoblanadi. Bu yoqda mana bu o'yinchilar forma qanaqadir nimadirlar sovg'aga berilar ekan. Xo'p, mana 19 yoshli, 170 bo'y, 31 ta level kuchayar ekan. Xo'p, prolific winger sifatida tanilgan. Mana bu hozirgi statistikalari, keyingi statistikalarini o'sha kuchaygan paytda ko'rsataman. Mana double touch, long range curler hammasi bor. Hujumchiga, wingerga kerak bo'ladigan hamma jihatlari bor. Xo'p, bo'lmasam oldik. Aytgancha bu obunachimiz ham coinsni shaxsan o'zimni coin servisimdan donat qildi. Barcha aksiyaga kelgan coinslarning hammasini olib berdim. Arzonga, chiroyli qilib olib beryapman. Sizlar ham coinslarni bemalol mendan sotib olishinglar mumkin, PSRB coinsdan. Xo'p, endiga oladiganimiz bu Neymar Junior paki. Neymarni 22 yoshlik Neymarni o'sha paytdagi kartasi, epic kartasi. Bu yoqda adashmasam Neymar pakda standart o'yinchilar kuchli ekan. Chunki ko'pi 84 ekanda. Xo'p, 22 yoshli, 175 bo'yli Neymar, mana epic karta. Braziliya klubi Barselona edi. Bu ham prolific winger bo'lgan. Xo'p, mana uning statistikalari, kurullari baland. Tezliklari ham ko'tariladi, 90+ bo'ladi tezliklari обязательно. Tezlanishlari ham kuchayadi. Xo'sh, yaxshi. Albatta dribbling bilan tight possession juda kuchli bo'ladi. Mana C-series fin, double touch, flip flop, Marcel turn. Xullas o'sha prolific wingerga kerak bo'lgan hamma fintlari bor buni ham. Buni ham olamiz. Neymar. Xo'p, oldik Neymarni ichidagi o'yinchilariga qo'shib. Yaxshi. Lock qilib qo'yamiz, o'chib ketib qolmasligi uchun. Bizda 557 coins oshib qoldi. Buni akkauntda egasini o'zi hal qiladi nima qilishni. Xohlasa murabbiy sotib olsin, xohlasa biror bir pakka ochib olishi ham mumkin. Mana bu ko'rib turgan akkauntinglar, bu yerda juda ko'p o'yinchilarni o'zim olib berganman. Mana bu Peter Chexni, Mbappe Blitz ko'rildi, Vinicius Junior'di, Bellingham, Rodri'larni ham o'zim olib berganman. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz do'stlar, biz game plan ochib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir murabbiyni almashtirishdan oldin game plan ochamiz. Yangi game planga Cruyff deb yozamiz. Ya'ni Cruyff plan deb yozamiz. Chunki biz Cruyffni ko'rmoqchimiz, o'yinchilarni qanday kuchaytirishini. Cruyff do'stlar bunchalik kuchli, misol hujumchilaringlarni kuchli qilib yormaydi. Sababi Cruyff ning boosterlari unaqa hujumchilardagi tezlikka, driblingga bermaydi. Hozir ko'rasizlar o'zingizlar. Xo'p, Cruyff planga o'tamiz. Cruyff planga o'tamizda bu yoqdan menejerni almashtiramiz. Change manager. Xo'p, Johan Cruyffni bosamiz ustiga. Mana 89 possession game. Possessive game. Ya'ni egalik. To'pni egalik qilish, o'sha paslar bilan to'pni ushlab turish o'zida. Qancha ko'p to'pga egalik qilinsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Mana 106 Mbappe 105 bo'lib qoldi, ko'rdinglar-a? 106 Rodri 105 bo'lib qoldi bu ham. Bittaga pasaytirdi. Sababi bor, sababini hozir tushuntiraman mana. Xo'p, bu yerda Johan Cruyff mana 89 bo'lganligi bilan mana bu narsasi bor. Tight possession bilan jumping. Bu booster o'yinchilarni kuchaytiradi. Mana shu booster kuchaytiradi. Bu yoqdagi 89 88lar emas. Xo'p, tight possession, ya'ni
zich joylardan to'pni o'zida ushlab turib chiqib ketish va jumpingga +1 berar ekan. To'pni o'zida ushlab turish bilan jumpingga +1 berar ekan. Shuning uchun ham mana bu Mbappelarga pasayib qoldi. Sababi tezlikka yoki bo'lmasam dribblga yoki boshqa narsalarga bermadi. Bu yoqda outwide 81 ekan. Yaxshi ekan outwide ham. O'ynatsa bo'ladi. Outwide haqida video qilganman do'stlar. Kanalimdan ko'rishingiz mumkin. Juda ham qiziqarli video bo'lgandi, lekin ko'pchilik tushunmadim, nimagadir qiziqib likelar bosmadinglar. Outwide lekin yaxshi o'yin uslubi. Qiziqqanlar ko'rish mumkin. Bu yog'iga do'stlar hamma o'yinchilarni terib ko'ramiz. Hop, Neymarning statistikasini bir ko'rib o'ramiz. Statistika juda injiq. Ball control 98, dribbling 102, tight possession 102, ya'ni to'pni o'zi ushlab turish. Low pass, lofted pass 84-83, kurullar ko'rdinglar 92, standartlar 92, 91 tezlik, 93 tezlanish. Juda ham zo'r, balansi ham juda ham kuchli. Ball carrying boost bilan tushdi. Endi Messi pakka o'tamiz. Messi pakdan endi Messini statistikasini ko'ramiz. Mana statistikasi 88 offensive, 96 ball control dribbling, 90 finishing, 89 finishing, 90 curl. Bu yoqqa zashitaga tushib qoldi-da, boost. 93 tezlik, 98 tezlanish, 92 balans. Zashitaga tushib qolmaganda yana ham zo'r bo'lardi. Boostini almashtirib olsa yana ham kuchayadi. Fintlari hammasi joyida. Mana do'stlar, o'sha paklarni olib kuchaytirib qo'yib ko'rdik. Afsuski o'yin o'ynash ilojisi bo'lmadi, internet zaifligi tufayli. Ko'rdinglar va endi sizlar bilan biz boshqa bir akkauntga Luis Suaresni pack opening qilamiz. Hali video tugagani yo'q. Oxirgacha ko'rishinglarni maslahat beraman va like bosing, obuna bosib qo'ying agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz. Ketdik Luis Suares tomon. Demak do'stlar, bu yerda umuman boshqa akkaunt, ko'rib turibsizlar, 24 million GP bor va 9315 coins olingan. Bu coinslar bilan biz hozir Luis Suaresga harakat qilib ko'ramiz. Xo'sh, akkauntimiz egasi o'sha Bek Curler, ya'ni Asadbek bizdan doim donat qilib pack opening akkauntini ishon topshiradi. Donatorska akkaunt sillasi ham 3240 necha ham number 1 qilmoqchi O'zbekistonda. Nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda number 1 bo'lishini tilab qolamiz akkauntimiz egasiga. Va pack openingni ham boshlaymiz. Bu yoqda Luis Suares mana u. Ko'ryapsizlar, David Villa, Fernando Torreslar bilan kelgan, lekin akkauntimiz egasiga, o'sha Asadbekka Suares kerak. Agarda boshda Suares tushib qolsa, biz pack openingni to'xtatamiz. Shuning uchun Suares uchun harakat qilamiz. Agar David Villalar tushib qolsa, oxirigacha bosamiz. Bu yoqda Endrik bor. 18 yoshli Endrik. Xo'sh. Bu yoqda deep lying forward, ya'ni orqa qaytib yordam berib va hujumga ham o'tib o'ynaydi Endrik. Boshqa fotokartalar unchalik muhim emas, asosiysi Luis Suares. Bu pak ko'pchilik aytayapti, bu pak qiynaydi hali deyapti. Ko'ramiz, balki omadimiz kelib qolar.
Xo'p, demak, boshda 3 talik odatimizga ko'ra 100 coinsli ochamiz va undan keyin 900 coinsdan bosamiz. Birinchi 100 coinsimiz. Albatta hech narsa yo'q. Agar boshda Suares tushib qolgandami, juda ham ajoyib ish bo'lardi-yu, lekin bunaqa narsalar sodir bo'lishi juda ham kamdan kam bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Qanchada necha mingtada bir bo'ladi shunaqa holatlar, hodisalar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Va yo'q. Yo, bu rang bilan bir nima bo'lishi qiyin. Bu siyoh rang, ko'k, pushti bir nimalar. Yo'q, fotoga aylanib ketdi. Pablo Mix. Nima, Kent Mix deb qo'ymabdi yaxshi. Pablo Marin ekan. Pablo Marin ekan. Tanimayman bu o'yinchini to'g'risi. Agar tanisanglar, bir nima deb ketinglar kommentariyada. Demak, so'nggi 100 taligimiz va bu yog'iga 900 talikda davom etamiz. Yo'q. Bizda 9000 coins qoldi. Rovna 9000 coins qoldi. Hop, skip qo'yamiz. Yo'q, skip qilmaylikchi, balki fata bo'lib ketar. Yo'q, fata bo'lmadi. Terrega degan o'yinchi ekan. Yaponmi nima bu? Demak, do'stlar, pack openingimizdagi ilk 900 talik ketdik. 8100 coinsimiz qolyapti. Yo'q, tushmadi. Lekin boshida foto berib bizni ishontiryaptiki, bu pack nimadir bizga tayyorlab qo'ygan degan meni taxminim bor. Lamine Yamal. Bir tiyinga qimmat karta. To'g'risi, bu akkauntimiz egasida 103 Lamine Yamal bor. Haligi Acceleration Burst skill bilan kelgan. Men o'ynatib ko'rdim, juda yumshoq o'ynaydi ekan o'sha Lamine Yamal. O'sha Acceleration Burst Neymar bilan Yamal ikkita kiradi. Shunaqa yumshoq o'ynashar ekan. Qoyil qoldim lekin. Xo'p, keyingi 900 talik davom etamiz. Navbatdagi 900 talik go. Do'stlar, like, kommentariya va obunani eslatib o'tyapman. Bosib qo'yinglar. Bu meni ijod qilishimga ko'proq motivatsiya bo'ladi. Va nimaga shuncha payt yo'qolib qolganligimni so'rayotganlar bor. Sababi uylandim do'stlar. To'y bo'ldi, yaxshi bo'ldi. To'yni o'tkazib oldik, mana endi bemalol video ishlashga vaqt bo'lyapti. O'rtada bir ikkita pack openinglar ham bo'ldi, video ishlashga vaqtim bo'lmadi. Lekin pack opening qilib olib qo'yganlarim bo'ldi. Hozir joylagim kelmayapti to'g'risi, chunki u packlar уже eskirdi, kimdir qiziqib ko'radi degan menda bir fikr yo'q. Shuning uchun joylaymi deb ushlab turibman. Bu Luis Suaresni joylab qo'yish niyatim bor. Chunki yaqinda chiqdi, yaqinda vaqt qilib ochdik. 100 talik davom etib ko'raylik do'stlar. Pack bermayapti. 6200 coinsimiz qoldi. Hali birorta bir epic tushgani yo'q. Bitta foto karta bilan bizni aldab qo'ydi Konami. Bu yomon. Dmitrovich. Lampochka. Tak. Yana 100 davom etaylikmi? Yana 100 davom etaylik. Bir qanchadir 100 ochaylikchi. 6000 coinsgachami. Чтобы haligi Konamini sal chalg'itish maqsadida bu 900 talik botsa faqat oddiy kartalar berib charchamayapti Konami. Sal chalg'itaylik 100 taliklar bilan keyin yana 900 talik bosaveramiz. Xo'sh, Benat Turtle. Yulduzli o'yinchi CMF. Tak. Texnik nosozliklar uchun uzr so'rayman. Yana bitta 100 coinsga bosamiz. Nima qilyapsan? Koinami nima qilyapsan? Ber. Qaydagi yo'q, Turtle feature'larni bermasdan. Davay 900 talik. 6000 coins qoldi. 9000 coinsdan 6000 coins qoldi. Konami 5000 coin va ichi yashil bo'ldi. Men bu foto karta. Bilmadim, lekin Epic aylanib ketib qolishi ham mumkin desam, yo'q, aylanmaydi. Voy, nima muammo?
Nimadir bo'lyapti. Texnik nosozliklar uchun uzr so'rayman va bizda qanaqadir o'yinchi tushdi. Nima ekan? Tianshan tog'lari ekan. Viktor Tianshan. Tianshan tog'i ikkita foto tushibdi. Yaxshi. Endi omad qaytdimi? Nima deb o'ylaysizlar? Omadimiz qaytdi deb o'ylaysizlarmi? Bu yoqda ikkita foto, uchta foto tushibdi. Endiliklar hali tushgani yo'q. Davay 900 talik. Davay ketdik go. 4200 coins qoldi. Davay 5000 coins sarflavordi va bu Suarez. Men o'sha epikni tushundim. Tepada hech qanaqa mushay yo'q, oddiymi, lekin rang-barang bo'lyaptimi? Demak, bu eng katta epik tushish ehtimoli bor. Bu Luis Suarez. Bo'ldi. Bu pak bizga hech kimga kerak emas bu pakdan. 5000 coinsga Suarez. Nima deysizlar? Arziydimi? 5000 coin sarflavordi Suarez uchun. Luis Suarez. Shu joyga like, obuna bo'lmaganlar obunani bosib tashlasanglar xursand bo'lardim. Shunaqa kontentlar tezroq va yaxshiroq chiqishi uchun bu motivatsiya sizlardan o'gina, bizdan bugina va Endriklardan ham beribdi. Endrik va Lopeslardan ham beribdi. Yaxshi. Bobbi'ni beribdi. Bu yoqda kimlar bor ekan? Sanchez, Herzog, Martin, Rikitikilar ham bor ekan. Tak bo'ldi. Bu pak bizga kerak emas. Endi kuchaytiramiz do'stlar. Tak. Chiqaveramiz. Game planga kirib, mana o'sha akkaunt. Bu akkauntda juda ko'p o'yinchilarni o'zim olib berganman. Romarioni qaytarib qo'yaylik orqasiga. Romario kerakli o'yinchilardan u. Ikkinchida turibdi ekan. Daji boost yetmayapti do'stlar. Daji bu akkauntga. O'yinchilarga berish uchun. Xo'p. Trenerlar ham juda ham ko'p. Serobgarchilik. Avto kuchaytirib ko'ramiz. Hozirda avto kuchaytirishni o'zi yaxshi bo'lib qoldi. Avtomatik hamma yo'g'iga o'zi kuchaytirib cho'tka qilib beryapti. 100 bo'lar ekan. Luis Suarez. Xo'p, boost berib ko'ramiz. Ikkita boostimiz bor ekan biz. Ikkita yaxshi. Random boost ber. Passing. Nima qilaylik do'stlar? Tavakkal qilib ikkinchi boost ham berib yuborsammikin yoki mana bu passingda qolaversinmikin? Ikkinchi boost Varatariskiga boost berib qo'ysa yomon bo'ladi-to'g'mi? Nima bo'lsa bo'ldi. Berdik. Vayda, men nima dedim? Saving Varatarni busini berib qo'ydi. Voy, Krisa. Vaydali. 99 attacking awareness. Dribbler 82, 94 finishing yomon emas, ko'tariladi bu yana. Agar striker instinct boost berilsa yana ham kuchayadi bu. Bu yoq Varatariskilar 42 yotibdi. Xo'p, 88 tezlik, 99 tezlanish. Wow, juda ham kuchli. Zarba 95. Bosaverasizlar. Physical kontaktlar 93 ekan, juda ham ajoyib. Bunga yangi skilllarni olib qo'yganman. Yangi skill berish chiqibdi-ku, obnovleniyadan keyin men ham endi ko'rdim. O'shani berib ko'ramiz hozir. Sizlar bilan birgalikda. Bizda 4200 coins oshib qoldi do'stlar. Buni keyingi pack openinglarda inshaalloh ishlatib yuboramiz. Xo'p. Bu yoqdan tanlashimiz mumkin ekan. O'sha boostlar ikki xil bo'lib qolishini, o'sha anglashilmovchiliklarni oldini olish maqsadida buni o'ylab topishibdi. Shootingga penalty specialist skillini berdi. Additional skill qilib, yomon emas. O'zida yo'q edi. Penalty specialist va yana kategoriyani tanlaymiz. Endi dribblingga berib ko'ramiz. Dribblingga qanaqa skill berar ekan bizga? Marcel Turn yomon emas. Zamahlar uchun kerak bo'ladi. Marcel Turnni olib qo'yamiz. Xo'p, yana bitta dribblingga berib ko'ramiz. Cut behind turn. Buni Ronaldo turn ham deyshadi. Marcel Turnni ishlataveramiz, kerak emas. Ko'p do'stlar, men bir joyda o'qidim, ko'p skill berish ham o'yinchiga sal xalaqit berar ekan. Shuning uchun eski skilllarni, mana bularni kerak emaslarni olib tashlab turib, yangi berib ko'raveramiz mana. Dribble. Yana Marcel Turn. Bitta bir xil skilllarni beryapti. 20 ta bor ekan, buni ishlataveramiz. Super sap bo'ladi. Mana do'stlar, akkaunt ko'ryapsizlar, 3244 silla bo'ldi. Bu akkaunt, bu sillasi yana ham kuchayadi, yana ham ko'tariladi. Mana bu boostlar berilsa va hamma max o'yinchilar qo'shilsa, hop, yana ham kuchayadi. Mana bu yerda Kellinilarni qo'shsa 3245 bo'ldi.
ko'rib turganinglardek, sizlarga ham shunaqa pack openinglar yoki coinslar kerak bo'lsa, aksiya coinslar kelgan, olib olinglar. Passerboyga murojaat qilinglar Telegramdan. O'zim aloqada bo'laman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.